tarjima asosida tadbirkorlar bilan taklif qilyapti. Tasavvurga asosiy maqsad tadbirkorlarga imtiyoz yaratib, yangi qo'shimcha ishga o'rin yaratish. Tadbirkor aytadigan bo'lsa, prezidentimiz qaror asosida yuridik shaxs tuzilgan 100 million so'mgacha sug'urta bilan 100 million so'mgacha soliq bilan beradi. Avtobus sotib olish 5 yilgacha, ayrim holatga 3 yilgacha ro'yxatga chiqariladi. Yana talabalarimiz kreditlarimiz olishni qaror asosida o'zimiz bankiga 20 milliongacha beramiz. Tadbirkorlik bo'lsa 100 million so'mgacha beramiz. Agar talab qo'yadigan bo'lsa 2 million imtiyozli kredit ajratamiz. Hozir masalamiz yana bor. Masalamiz birinchi qadam produktimiz bor. 10 million so'mgacha beramiz. Bugun bankiga reallikda 20 million. Shunday savollar bo'lsa, agar kimda savol bo'lsa